400 kvadratli joyga multimix o'rnatsa bo'ladimi? Anvar aka shunaqa savol kelgan, xuddi shunaqa. Bunga qanaqa javob bersak to'g'ri bo'ladi? Tushunarli. Hozir to'liqroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Oldimizda standart ikkita falli multimix gruppasi turibdi. Bittasi teplый polniki, ya'ni niskiy temperaturli sistema, bittasi высокий temperaturli radiator fal. Buni biza 400 kvadratdan oshiqroq joyga proyekt qilmoqchimiz, plan qilyapmiz. Ya'ni teplый polimiz va radiatorimizning общий yig'indisi kvadraturada emas, kilovatda hisoblanyapti. Shuni inobatga olish kerak. Savolga keladigan bo'lsak, 400 kvadrat emas, iloji boricha o'sha 400 kvadrat binoyimiz necha kilovat teplopoteraga ega. O'shani aniqlab olsak, savolimiz to'g'ri bo'ladi va o'shanga qarab multimix gruppasini podbor qilsak bo'ladi. Multimix gruppamiz 70 kilovatgacha bo'lgan pomeshcheniyalarga mo'ljallangan. U farqi yo'q, u kvadraturasiga qaramaydi. Asosan kilovatiga qaraydi. 70 kilovatgacha bo'lsa, u xoh 700 kvadrat bo'lsin, xoh 300 kvadrat bo'lsin, uni ahamiyati yo'q. Hozirda mana tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bitta falni biz teplый polga beramiz, bitta falni radiatorga beramiz. Radiatorlarimizning общий kilovati 1.7 kubdan, ya'ni 30 kilovatdan oshmagan holatda teplый pollarimizning kilovati yoki proходимостьni aytadigan bo'lsak, 1.7 kubdan oshiq bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu trexhodovoyimiz va mana bu trubamiz o'zidan 1.7 kub o'tkaza oladi. Buni endi hisob-kitob qiladigan bo'lsak, ozgina videomiz cho'zilib ketadi. Uni boshqa videolarda tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Tushunarli. Rahmat. O'rtoqlar, xudo xolasa atroflicha javob berishga harakat qildik. Agarda sizlarda yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda javob berishga harakat qilamiz.